Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. So'rin va so'rindoshlarda bo'lishga tegishli adab axloqlar. 957-savol. Ommaviy so'rinlarga munosabatlik umumiy adab axloqlar qaysilar? Javob. İnsanlar hayatlı bo'ladigan, o'zaro bir-biri bilan uchrashib turishga ham to'plashib yashashga muhtoj bo'ladi. İnsanlar to'plashib yashagan ekan, ularda bir yerga jam bo'lish va bir so'rinda bo'lish qatorliq faoliyatlar bo'lib turadi. So'rinda bir-biri bilan joy talashmaslik, bir-birini qistab qo'ymaslik, kelmaganlar uchun o'rin egallayman deb o'rin talashmaslik, to'la so'zlab bir-birini zeriktirmaslik qatorliqlar so'rinning adab axloqlaridan sanaladi. 958-savol. Ommaviy so'rinlarga kirishdagi adab axloqlar qaysilar? Javob. So'ringa kelgan kishilar o'z orasidagi bilimi yuqori kishilarni va talant egalarini avval so'ringa kirishga taklif qilib, ondan shu bo'yicha kirishi lozim. So'ringa kelgan mehmonlarni kutilish uchun uy egasi o'rnidan qo'pib, ularga ehtirom bildirishi, so'ringa kirganlar so'rindoshlarga assalomu alaykum deb salom berib kirishi, so'ringa kirgan odam ilm ma'rifat jihatda ortiq, yosh jihatda cho'ng bo'lgan taqdirdimi, u so'ringa ilgari kirib o'ltirgan kishi bilan o'rin talashib, uni o'rnidan turg'izib o'tmasligi lozim. Shundaqla so'ringa kirgan kishining yaqin o'ltirgan ikki odamning ruxsatini olmasdan ularning orasiga qisilib kirib o'ltirishi to'g'ri emas. So'ringa kelgan ilm ahllarini va yashangan kishilarni hurmatlash uchun so'rindagilarning o'rnidan turib berishiga bo'ladi. Ammo o'zini cho'ng sanab, boshqalarni o'ziga hurmat qildirish uchun o'rinlardan turg'izmoqchi bo'lganlarga turmaslik kerak. 959-savol. So'rinda diqqat qilishga tegishli kishilar qaysilar? Javob. So'ringa kechib kelgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, so'rindoshlarni qo'zg'ab qo'ymaslik uchun qayerda bekor o'rin tepilsa shu yerda o'ltirishi lozim. Mayli so'ringa kelgan bo'lsin, mayli masjidga kelgan bo'lsin, uning kishilarning murlaridan otlab o'tishi to'g'ri emas. Shundaqla so'ringa kelgan odam so'rindoshlarni qistab o'ltirmasligi va kang-kangri o'ltirib bir-biriga rohat beg'ishlashi lozim. Chaqirilmagan so'ringa bormaslik lozim. Navoda so'ringa chaqirilgan odamga boshqa bir odam egishib billa borgan bo'lsa, u kishini so'ringa boshlab kirish yoki kirmaslik to'g'risida sohibxonning ruxsatini olish shart. Chunki chaqirilmagan mehmon ruxsatsiz so'ringa kirganda sohibxon yoki shu kishi uchun o'ng'aysizlik tug'ilishi yoki so'rinning kayfini buzadigan ahvollar yuz berib qolishi ehtimol. Shunga chaqirilmagan odam mutlaq sohibxonning ruxsatini olmasdan so'ringa kirmasligi kerak. Bu har ikki taraf uchun yaxshi ish. 960-savol. So'rinda o'ltirish jarayonidagi adab axloqlar qaysilar? Javob. Dunyoda har qanday bir ishning o'ziga loyiq qoida yo'sini va adab qoidalari bo'lgandek, so'rinning ma'lum qoida tartiblari va adab axloqlari bordir. 3 odam bo'lsa, ikkisi birini yolg'iz qo'yib pichirlishi yoki u bilmaydigan tilda so'zlashishi qat'iy to'g'ri emas. Bu axloqli kishilarning qiladigan ish emas. Shundaqla so'rinda o'ltirgan odam boshqalarning g'ayvatini qilmasligi, g'ayvat qilganlarga nasihat qilishi lozim. So'rindan turib ketmoqchi bo'lgan odamning so'rindoshlarga assalomu alaykum deb ularga salomatlik tilab qaytishi muhim adab axloqlardan sanaladi. So'rindan chiqqan mehmonni sohibxonning eshik oldigacha billa chiqib uzatib qo'yishi biz Uyg'urlarda ayrim bir axloqiy qoidadir. 961-savol. So'rinda birovni o'rnidan turg'izib o'tishga bo'lamdi? Javob. So'ringa burun kelib o'ltirgan odam shu so'rinda o'ltirishga haqliqdir. Garchi martabasi tuvan bo'lsa-mu, hech kimning uni o'rnidan turg'izib o'tish haqqi yo'q. Navoda qaysi bir zaruriyat yuzidan sohibxon yoki boshqa biri birovning o'rnidan turib berishini o'tinsa, shu vaqtda uning turib berishi lozim keladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda bizga bu vaqtda mundaq deb ta'lim bergan. Ey mu'minlar, agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar. Alloh sizlarga rahmatini kengaytib berdi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Sura Mujadila. Dasturxondagi adab qoidalar. 962-savol. G'izolanishdagi islom ko'rsatmasi qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan Umar ibn Abu Salama radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning hayot vaqtida tek kichik bola edim.
Dasturxonda o'ltirsam qo'lim tovoqning hamma taraflarida chepib yuradi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom bilan bir dasturxonda o'ltirib qoldim. U menga sunnati, "Ey o'g'il, Bismillahirrohmanirrohim" degan. Ondan o'ng qo'ling bilan oldingda yegin deb nasihat qilgan edi. İmam Buxoriy rivoyat. Shuningdan boshlab mening tomoq yeyishim hamisha shunday bo'lib keldi. Bu hadis dasturxondagi adab qoidalar uchun birdan-bir dasturdir. 963-savol. G'izolanishning adab qoidalari qaysilar? Javob. Imom G'azzali Ihyo nomli asrining dasturxonda o'ltirishdagi adab axloqlar haqidagi bo'limida mundaq deb yozgan. G'izolanishning adab qoidalarini tuvandikicha ixchamlashga bo'ladi. Tomoqni yeyishdan burun bismillah deyish, tomoqni o'ng qo'lida yeyish, o'zining oldidan elib yeyish, tomoqqa boshqalardan avval qo'l uzatmaslik, tomoqqa va uni yeyotgan kishilarga tikilib qaramaslik, tomoqni bek tez yemasdan, oldirmay, yumshoq chaynab yeyish, tomoqni eg'izga orqa-orqadan selvatmasdan, eg'izidikini yutib bo'lib, oldirmasdan selish, tomoqni bek ko'p yemaslik, mehmonlarni tomoqqa ko'p zo'rlamaslik va boshqalardir. Qobisnoma degan kitobda Luqman Hakimning o'g'liga mundaq deb nasihat qilganligi bayon qilingan. Ey o'g'lim, tomoq yeganda uni hazm qila oladigan miqdorda yegin. Ko'p yema. Agar ko'p kishilar bilan birga tomoq yeyish to'g'ri kelsa, ko'pchilik tomoqqa o'ltirishdan burun tomoqqa o'ltirmagin. Agar uyingda mehmon qabul qilsang, tomoq yeydigan mehmonlar kelib, dasturxonga o'ltirishdan ilgari tomoqni dasturxonga akilib qo'yma. Tomoq yeganda oldirmay, asta-asta yeyishni odat qil. Tomoq yeganda beshingni tuvan tutqin. Kishining yuziga va qo'liga olgan, og'ziga solgan luqmasi qarash nihoyat ayibdir. Uyga kirishdagi adab axloqlar. Uyga kirishdagi adab axloq qoidalari. 964-savol. Uyga kirishdagi adab axloq qoidalari qaysilar? Javob. Birovning uyga kirmoqchi bo'lgan odam avval ishini chekib, uy egasidan ruxsat so'rab kirishi, ruxsat qilinmasa qaytib ketishi lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deb ta'lim bergan. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramag'icha va uy egasiga salom bermagicha kirmanglar. Vaz-nasihat elishinglar uchun bu sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Sura Nur 27-29-oyatlar. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda ruxsat 3 qitim so'riladi. Ruxsat berilsa kiring, agar ruxsat berilmasa qaytib keting deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Eshikdan kirishda avval cho'nglar, bilim ahllari, ondan tartib bo'yicha yoshlar kirgani yaxshi. Bolalar ota-onalarning uylariga kirganda avval ularga salom bergandan keyin aman kechikmasdan eng go'zal, eng esil iboralar bilan ulardan hol ahvol so'rashchi zarurdir. 965-savol. Uyga kirishda adabsizlik sanaladigan ishlar qaysilar? Javob. Garchi birovning uyiga keladiganligini oldin ola xabar berib qo'ygan bo'lsa-mu, uning uyiga kirishda ishini qoqmasdan yoki oldirab salom bermasdan kirish, ishini siliq qoqmasdan uy egisini va qo'shnilarini bearam qiladigan shaklda qattiq qiqish yoki 3 qitimdan ortiq qiqish adabsizlikdir. Shundaqla birovning taqoqliq turgan eshik darvozalardan marab qarash bekmo adabsizlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaqlarga ochiqlanib, birovning uyiga ishigidan yoki derazasidan ruxsatsiz qaragan odamning ko'zini o'yvassimi bo'ladi deb so'kkan. Chunki bundaq qilish ham adabsizlik, ham boshqalarning maxfiyatligi qilingan og'ir xiyonatdir. Ota-onalarning bolalarning yotoqlariga ishini chekib, ruxsat so'ramasdan xohlagancha kirmasligi, bolalarning ota-onasining yotog'iga mayli kunduzi, mayli oqshomlari ishini siliq chekib ruxsat olmasdan kirmasligi lozim. Chunki bundaq qilish ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi iffat hayoning ojizlashib qolishiga, orasidagi hurmat intizomning sustlashib qolishiga sabab bo'ladi. Bir oilaning farzandlari bir-birining yotoqlariga kirishda albatta ishini chekib, ruxsat so'rab kirishi adab axloqning jumlasidandir. Shukrik va asnakning adablari. 966-savol. Shukrik va asnak nimadan bo'ladi? Javob. Tadqiqotchilarning aytishicha, shukrik va asnak cho'ng-kichik insonlarning hammasida, hatto yangi tug'ilgan buvoqlardami ixtiyorsizlik paydo bo'ladigan bir xil holatdir. Zukamdan bo'lmagan shukrik salomatlikning elchisi bo'lib hisoblanadi. Chunki kasallik paydo bo'lganda odam badanidagi kasalga immunitet kuchi bilan
Kesel bir-birini chetga qiqib, oxiri immun kuchi g'olib kelganda kesel portlaydi-da, shuning bilan badan xuddi zimin tavragandek tavrash orqali tushko'rik hosil qiladi. Shunga bundaq tushko'rik badanning yengillab qolganligidan, burundagi nafasni to'sib oladigan to'sqinlikning ichilib ketganligidan bo'ladi. Ammo asnak qo'rsaqning to'yib ketganligidan yoki ko'p yeganlikdan bo'ladi. U kishini o'rinlashtirib qo'yadigan va ko'p xultadigan bir holat. 967-savol. Tushko'rik va asnakning adablari qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb ko'rsatgan. Alloh tushko'rikni yoqtiradi, asnakni yomon ko'radi. Birov tush ko'rib alhamdulillah, Allohga shukr desa, uni anglagan odam yarhamukalloh, Alloh sizga rahmat qilsin deyishga tegishlik. Asnak shayton tarafidan bo'ladi. Asnak kelganda mumkin qadar uni qaytirgin. Asnagan kishi ha desa shayton uningdan kuladi. Imom Buxoriy rivoyat. Tush ko'rmoqchi bo'lganda hamon o'zining qo'li yoki qo'l yog'liqi bilan og'iz burunni to'sib, ovozni tuvan qilishga tirishish, asnak kelganda qo'li bilan og'izni yepib turib, mumkin qadar uni qaytirishga tirishish. Boshqalarga qarab turib tush ko'rmaslik qatorliqlarmi tush ko'rikning adablaridan sanaladi. Bir hadisda Payg'ambar alayhissalom tush ko'rsa yuzini qo'li yoki kiyimi bilan yopadi va uning bilan ovozni tuvan qiladi deyilgan. Imom Tirmiziy rivoyat. Shundaqla boshqa dindagi bir kishi tush ko'rib, Allohga shukr desa, uni boshqa dindagi odam deb chetga qoqmasdan, uningga Alloh sizni hidoyat qilsin va ishlaringizni o'ngishli qilsin deb yaxshi tilakda bo'lish go'zal axloqdan sanaladi. Oila hayotidagi bir yurish adab axloqlar. Islom dini jamiyatning ultishi bo'lgan oilaga zo'r ahamiyat bergan. Oila hayotiga munosabatlik adab axloqlarning ba'zilari tuvandikicha. Birinchi, uyingizga kirganda va chiqqanda ishni qo'lingiz bilan siliq yeping. Hargiz uni qattiq yapmang yoki uni o'zligingizdan qattiq yepilishga qo'yib bermang. Chunki bunda qilish siz mansub bo'lgan islom dinining axloqiga uyg'un kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom yumshoqlik qaysi narsaga kirsa, uni chiroylixlashtirdi. U qaysi narsadan yo'lib elinsa, shu narsani satlashtirib yetadi deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. Ikkinchi, uyingizga kirganda yoki chiqqanda uydagilarga mayli ular cho'ng yoki kichik bo'lsin, mayli er yoki ayol bo'lsin, salom berishni unutmang. Musulmonning salami assalomu alaykumdan iborat bo'lib, bu islomning shuari va musulmonning unvonidir. Bundaq esil bir salomni qo'yib, xayrlik etigan yoki yaxshimsizlarga o'xshash musulmon emas qavmlarning so'zlarini do'rmang. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga islomga salom berishni o'rgatgan. O xizmatchisi Anas raziyallohu anhuga ta'lim berib, "Ey o'g'lim, uyingga kirganingda uydagilaringga salom bergin. Bunda qilish sen va uydagilaring uchun barkatli ishdir" deb ko'rsatgan. Tirmiziy rivoyat. 3. Uyingizga kirganingizda uy ichidagilarni cho'chitib o'tmaslik uchun oyoq tivishingiz bilan yoki gelingizni qirish bilan ularga sizning kirganligingizni bildirib qo'ying. Jabir raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bizni kecha uyimizning eshigini qattiq qiqishdan va ahlimizga tuyuqsiz kirishdan to'sgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. 4. Uyingizdagilarning birasi o'zining hujrasida bor vaqtda uning yeniga kirmoqchi bo'lsangiz, ishni chekib, ruxsat so'rab kiring. Hargiz bo'sib kirmang. Payg'ambar alayhissalom bir kuni qandoqli bir uyga ruxsatsiz kirmaslik haqida ta'lim berayotganda, bir odam uningdan "Onamning yeniga kirish uchunmi ruxsat so'ramdiman?" deb so'raganda, Payg'ambar alayhissalom uningga "Ha, albatta ruxsat so'raysan" deb javob bergan. O odam "Ya Rasululloh, men onam bilan bir uyda turyapman-ku" deganda, Payg'ambar alayhissalom "Shundaqdimi onangdan ruxsat so'rashing kerak" deydi. Bu odam yana "Ya Rasululloh, men hamisha onam bilan billig'u" deganda, Payg'ambar alayhissalom uningga "Onangni yalang'och holatida ko'rib qolishni yoqtiramsan" deydi. Bu odam "Yo'q" deganda, Payg'ambar alayhissalom uningga "Undaqda onangning hujrasiga kirish uchun har vaqt onangdan ruxsat so'ragin" deydi. Ibn Malik rivoyat. 5. Birovning eshigini qoqqaningizda sirtda ishini qiqiyotgan birining borligini bildirguchilik darajada yumshoq va siliq qiqing. Hargiz ishini qattiq qiqib, uy egisini cho'chitib yetadigan qo'pollikni qilmang. Bir kuni bir ayol Imom Ahmad ibn Hanbalining eshigini qattiq qiqib, adabsizlik qilganda, Imom Ahmad uningga "Bu saqchilarning ish qiqishi bo'ldi" degan ekan. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomning eshigini nihoyat yumshoqlik bilan tirnoqlarini ishiltib qoqatdi.
Birovning eshigini qoqqanda, har bir qiqish orliqida uy egasiga namozda bo'lsa, uningdan bekor bo'lg'uchilik, taom ustida bo'lsa, og'zidagi luqmasini oldirmasdan yutib olg'uchilik fursat berish kerak. Ishini qiqish 3 qitimdan ortiq bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom ruxsat so'rash 3 qitim bo'ladi. 3-qitimdami ishga yechilmasa qaytib ketish kerak deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. 6. Birovning eshigini qoqqanda, ishning udulda turib olmasdan, ishining yon tarafida turish go'zal axloqdan sanaladi. Payg'ambar alayhissalom birovning eshigining oldiga kelganida, ishning o'ng yoki so'l tarafida turadi. Ishga yuzini qilib turmaydi. Abu Davud rivoyat. Ishikdan kirganda avval uy egasiga salom berish, ishikdan kirgicha oyoqlarni qiqib, surtib, tozalab kirish. Uyning ichida poyanda silingan bo'lsa, uningga oyoqni chiqarib kirish lozim. 7. Birovning ishigini qoqqanda, uy egasining kim degan savoliga men deb javob bermasdan, balki o'zining ismini aniq aytish lozim. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men bir kuni payg'ambar alayhissalomning ishigini qoqqanimda, payg'ambar alayhissalomning kim deb so'ragan savoliga men deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom buni yoqtirmagan qiyofatda men deb ishini ochdi. Buxoriy va Muslim rivoyat. 8. Birovni oldin xabar bermasdan ziyorat qilganingizda, qaysi bir uzrsiz sababli sizni qabul qilinmaydiganligini aytib, sizdan uzr so'rasa, uzrsini qabul qilishingiz va uningdan ranjib qolmasdan qaytib ketishingiz lozim. Agar ziyoratingizni qabul qilganida oldin xabar qilmaganligingiz uchun uningdan uzr so'rashingiz lozim. Alloh taolo Qur'on Karimda agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Bu sizlar uchun eng yaxshidir deydi. Nur surasi 28-oyat. 9. Birov sizni uyiga boshlaganda, uyning har tarafiga sinchilab beqishdan, uydagilarga tikilib qarashdan, shundaqla uyiga taklif qilishdan burun uy ichiga qarashdan hazar qiling. Bunda qilish islom axloqiga uyg'un kelmaydigan ayib ishdir. Bir kuni payg'ambar alayhissalom uyida beshini taravatdi. Bir odamning uningga sirtdan qarawatganligini ko'rib qilib, u odamga "Sening bunda qarawatganligini bilgan bo'lsam, ikki ko'zingni o'yib bo'lardim. Uyga kirishga ruxsat so'rashdan maqsad faqat ko'zni qarashga tegishli bo'lmagan yerga qarashdan saqlash uchundir" degan. Buxoriy va Muslim rivoyat. 10. Birovni ziyorat qilganimizda uyga siliq kiring. Oyoqlaringizni siliq silib, maxsus joyda ratlik qo'ying. Oyoqlarni silish va kiyish tartiblariga ahamiyat bering. Payg'ambar alayhissalom, sizlar oyoqlaringlarni kiymoqchi bo'lganinglarda ishni o'ng tarafdan boshlanglar. Oyoqlarni silishda ishni avval so'l tarafdan boshlanglar deb ko'rsatgan. Muslim rivoyat. 11. Sohibxon bilan o'ltiradigan o'rningiz to'g'risida tortishmang. Sohibxon qayerga taklif qilsa, shu yerda o'ltiring. Ko'p takalluf qilmang. Mehmon qo'ydan yuvosh bo'ladi degan so'z bor. Balki sohibxonning uni o'ltirishga taklif qilgan joy siz va sohibxon uchun eng yaxshi va munosib joy bo'lishi mumkin. Sohibxonning uyida turayotganingizda, xuddi tekshirishga kelgan kishidek uy ichiga sinchilab qarab yurmang. Yepiq narsani ochmang. Sizni boshlamagan hujurlarga kirmang. 12. Birovni ziyorat qilish uchun munosib kun va munosib vaqtni tanlash kerak. Ziyorat qilganda bak uzun o'ltirib, sohibxonni zeriktiradigan ishni qilmang. Birovni tamoq vaqtida, uxlaydigan vaqtda va dam oladigan soatida ziyorat qilishdan saqlaning. 13. Qandoqli bir joyga kirganingizda, o'ltirganlarning hammasiga salom qilib kiring. Qo'l ilishib ko'rishmoqchi bo'lganingizda, ishni so'rinning cho'ngidan boshlang. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda avval cho'ngdan boshlanglar deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. 14. Biror so'ringa kirganingizda, ikki kishining o'ttirisiga kirib o'ltirib olmang. Balki ularning o'ng yoki so'l tarafidan o'rin eling. Payg'ambar alayhissalom ikki odamning o'ttirisida o'ltirib olmanglar deb ko'rsatgan. Abu Davud rivoyat. 15. 3 kishi bir yerda o'ltirayotgan bo'lsanglar, ularning birini qayirib qo'yib, yana biri bilan pichirlashmang. Bu adabsizlikdir. Payg'ambar alayhissalom 3 kishi bir yerda ikkisi bir-biri bilan pichirlashmasin deb ko'rsatgan. Imom Malik va Abu Davud rivoyat. Payg'ambar alayhissalomdan agar ular 4 kishi bo'lsa-chi deb so'ralganida, u vaqtda hech vaqasi yo'q deb javob bergan. Bu yerdagi ma'ni kishilarning ko'nglini ranjitmaslik uchundir. Chunki 2 kishining 3-chi kishini qartib qo'yib pichirlashishi 3-chi kishining ko'nglini bearam qilmay qolmaydi. 16. Bir yerga kirish yoki chiqishda
yoshda va ilmda cho'nglarga yo'l bering. Agar qaysisining cho'ng ekanligini bilmasangiz, o'ng tarafdagilarga yo'l qo'ying. Bir narsa taqdim qilishdimi, avval cho'nglarga bering. Payg'ambar alayhissalomning cho'ngning haqqini bergin degan so'zi bu ma'noni bildirdi. Buxoriy, Muslim rivoyat. 17. Ota-onangizning oldida hammadan adablik bo'ling. Chunki ular eng adablik, eng yaxshi, siliq muomalaga haqliqdir. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan yaxshilik qilishim uchun eng haqli kishim kim deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom uning har qitimliq savoliga onang deb javob berib, 4-qitimda dadang deb javob bergan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Yo'l yurganda hargiz ularning oldida mangmang. Taomga ulardan burun qo'l uzatmang. Ular o'ltirishdan avval siz o'ltiring. Ular so'zlashdan burun siz so'z qilmang. 18. Masjidga yoki qandaqli bir so'ringa borganda yoki biror mehmonni kutib olishga chiqqanda chiroyli kiyinib, chas-soqolingizni tarab, xushpuroq attirlarni chechib chiqing. Yiqimsiz hidingiz bilan boshqalarni rahatsız qilishdan saqlaning. Payg'ambar alayhissalom sizlar boshqalarning oldiga chiqmoqchi bo'lganinglarda o'zinglarni tuzab chiqinglar, chunki Alloh go'zaldir, u go'zallikni yoqtiradi degan. Imom Muslim rivoyat. 19. Siz birining uyiga mehmon bo'lib borganingizda, uning sharoitiga rioya qilishni biling. Uning vaqtini isrof qilmang. Uningga ig'irlik solmang, uni asrashni biling. Otalarimiz o'zini so'rgan qonning oldiga bormabdi deydigan hikmatlarni qoldirgan. Shuningdek sizga biri mehmon bo'lib kelganda, uning hurmatini yaxshi qiling. Bu yemak-ichmakda haddidan oshirib yetib isrof qiling deganlik emas. Buningda normallikni saqlang. Ammo hurmat ikramda qanchalik oshira olsangiz, shunchalik oshirib qiling. Chunki bu sizdan ochiq ko'ngil va tabassumdan boshqa hech narsa talab qilmaydigan ish. 20. Tuqqanlaringizdan yoki do'stlaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yoki xizmatdoshlaringizdan birasi kasal bo'lib qolsa, uni ziyorat qilgan tunji kishi siz bo'lishga tirishing. Bilingki, bu cho'ng savobli ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom kimki bir kasalni yo'qlaydi ekan, u Alloh taolaning rahmati ichida bo'ladi. U kasalning yanida o'ltirganida bu rahmat uni texmi qo'rshaydi degan. Imom Ahmad rivoyat. Kasal yo'qlashda uning adab axloqlariga rioya qilishni unutmang. Kasalning yanida uzun o'ltirib olmang. Ko'p gap qildirmang. Ko'ngli buziladigan so'z yoki xabarlarni uningga aytmang. Uningga aytishga tegishli bo'lgan shum xabarni aytmoqchi bo'lganda, uni muqaddamsiz holda to'satdan aytmang. 21. Mehmondorchiliklarda yoki qaysi bir so'rinda yaqinlaringiz bilan suhbatlashib o'tirganingizda ovozingizni o'ttiral qiling. Ovozingizni ehtiyojga qarab chiqaring. Qattiq so'zlab boshqalarni rahatsız qilmang. Qur'oni Karim Luqman hakimning o'g'liga qilgan vasiyatini bayon qilib mundaq degan: Ovozingni yuqori qilmagin. Sura Luqman 19-oyat. 22. Kishilar bilan suhbatlashganingizda qarshi tarafning ko'nglini asrishingiz lozim. Birov sizga so'zlayotganda so'zliguvchining ko'ziga qarab jim o'ltirib tinglashing. U yoq bu yoqqa qarashdan va ko'zingizni uning ko'zidan qochirishdan qattiq hazar qiling. Chunki bunda qilish so'zliguvchini bearam qilib qo'yadi. Luqman hakim o'g'liga: "O'g'lim, sen chiroyli so'zlashni o'rganganingdek, chiroyli anglashni o'rgangin" degan ekan. So'zliguvchiga butun diqqatini beg'ishlash va uning so'ziga qarab turib anglash chiroyli anglashga kiradi. Hatto u siz biladigan bir masalani sizga tushuntirmoqchi bo'lganida, siz bu masalani bildiganligingizni uningga chandurmasdan so'ziga quloq selishingiz lozim. Mana bu islom axloqidir. Ammo munozara qilishish, o'rganish qilish buningga o'xshamaydi. Uningda tartishish bo'ladi. 23. Suhbatning axloqlaridan biri shuki, so'zliguvchining so'zlaridan siz tushunamagan masalalar haqida savol qilishni, u kishi so'zini tugatib bo'g'ich qo'yib turing. Uningga so'zni davomlashtirish fursati bering. Shuningdek, suhbatda yoki qaysi bir so'rinda boshqalar bilan o'ltirganda, ulardan biri qaysi bir masaladan so'ralsa, siz uningga javob berishga aldirmang. Agar sizning ra'yingizni so'rasa yoki savolni sizdan so'ragan bo'lsa, bu vaqtda javob bersangiz bo'ladi.